Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, manglarni kimish vaqtingiz xayrli bo'lsin. Sifat tekshirishni avtomatlashtirish darsimizning yangi qismiga xush kelibsizlar. Biz oldingi darsimizda tasanji bilan tanishib o'tgandik. Tasanjining nima ekanligi, uni qaysi vaqtlarda ishlatilganligimiz, tasanji bilan J-unitning farqi deganlarni so'zlab o'tgan va tasanjini qanday qilib shu o'zimizningki Maven projectiga qo'shib o'tilganligimizni so'zlab o'tgandik. Bugungi darsimiz bo'lsa, shu darsimizning davomini so'zlab o'tamiz. Oldingi darsimizda biz POM-XMLga tasanjini qo'shib o'tgan, ya'ni tasanjininki dependency'ni miyaga qo'shdik. Qo'shib ondan keyin har xil annotationlarni so'zlab o'tgan, before test, after test, before method, after method degan mavu test annotationlarni so'zlab o'tgan. Men mavu darsdan keyin mavu sinfdan birini qurib, miyaga barliq shu test annotationlarni yozib chiqdim. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana biz annotation deb o'tgandik. Bu yerda test, before method, after method, before class, after class, before test, after test, before suite, after suite deydigan har xil test annotationlar bor ekan. Endi bu yerda before method bilan before testning qanday farqi bor degan vaqtida before test shu XMLdagi test degan shu tagning ichidagi taglarga nisbatan ishlaydi. Miyadagi before method bo'lsa, mavu test degan mavu annotationga qarta ishlaydi. Ya'ni shu annotation, testiga annotation ijro bo'lishdan burun before method degan ijro bo'ldi. Mavu before test, after testlar bo'lsa, mavu tasanjidagi shu test degan suiteninki, ya'ni test degan tagning ichidagi testlarga qarta yozilgan. Buni biz keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Undaqda endi biz bugun yangi bir mazmunni o'rganib o'taylik. Bugungi darsimizda alertni so'zlab o'tamiz. Hamda biz oldingi darslarimizda shu Selenium faqat shu web based alertlarni, ya'ni webdagi JavaScript orqali yozilgan alertlarni ham hal qila oladi, ya'ni handle qila oladi, ammo Windows shu sistemninki mashg'ulot sistemasining alertlarini hal qila olmaydi deb o'tgandik. Hamda bu web based alert degan nima degan vaqtida shu web based JavaScriptdagi alertni qo'llanish orqali yozib chiqqan eskartish. Buni qisqacha ko'rib o'tsak, biz motorbat kirsak demoqi.com alerts deganga, ya'ni mavu torbatni ichib miyadagi alertsning ichiga kirsak, manda bir bat ichildi. Buningda alert masalan click me degan ma'ni bosgandagi miyadan chiqqan narsani biz alert deymiz. Ya'ni bu JavaScript orqali yozilgan bo'ldi. Endi bularni biz Selenium orqali hal qila olamiz, ya'ni handle qila olamiz. Agar bu mavu mashg'ulot sistemasininki alertlar bo'lib qolsa, eskartishlarni buni biz Selenium orqali qila olmaymiz. Bugungi darsimizda bo'lsa, alertni qanday hal qilamiz, shuni o'rganib chiqamiz. Ya'ni ma'ni qaraydigan bo'lsak, masalan, clickni bossak, mavu echildi, miyada teksti borki, OK'ni bosdik. Ma'nini bossak, bu 5 sekunddan keyin ondan bizga mavu alert chiqdi. Bu yerda yana tekstiga this alert appeared after 5 seconds deb bor ekan, ondan OK bor ekan. Ma'nini qaraydigan bo'lsak, buningda click me degani bossak, bu yerda do you confirm actions deb chiqadi ekan. Cancel degani bossak, you selected cancel deb chiqadi ekan. OK degani bossak, you selected OK deb chiqadi ekan. Endi mavu 4-inchisiga qaraydigan bo'lsak, 4-inchisida please enter your name deb miyaga bir ismni kirgizsak, masalan Uyg'ur deb kirgizdim. Ya'ni bu yerga bir narsa kirgiza olayman. Ondan OK deb bossam, you entered Uyg'ur deb chiqdi. Masalan cancelni bossam, masalan Uyg'ur deb cancelni bossam, bu yerga hech nima chiqmaydi. Biz shuni qanday hal qilamiz? Bugungi darsimizda shuni o'rganib chiqamiz. Buning uchun avval men yangidan bir class quray. Classning ismi alert practice deb yozdim.
Yazgandan keyin biz bu yerga endi o'zimizning kodini yozamiz. Biz oldingi darslarimizda o'sha sinov kodlarimizni main methodning ichida yozgandik. Bugun bo'lsa o'sha test engine qo'llanib, testga annotationning ichida yozamiz. Biz test degan mau annotationni test degan annotationni o'zimizniki o'sha testlarni yozish uchun ishiltimiz deb o'rganib o'tgandik. Biz bugungi darsimiz bo'lsa, shuni ishiltib, mau alertni qanday hal qilamiz, shuni o'rganib o'tamiz. Alert deb buning methodning ismini berdim. Methodning ismini bergandan keyin miyaga men origin ticket ticket annotations degandan import qilaman. Endi biz oldingi darslarimizda mau kodimizni ishlatgandik. Ya'ni bir tal web driverdan birini qurib, buningga driver.getDriver qilib, bizningki qurib qo'ygan driver klassimizdan mau driverni akirgandik. Endi bugungi darsimiz bo'lsa, biz before method, after method deganlarni ishiltish orqali before methodda mau test ijro bo'lishdan burun shu torbetni echish, web driverni qurish degandek ishlarni before methoddan keyin before methodda, undan keyin bu testimiz ijro bo'lib bo'lgandan keyin shu browser, ya'ni tor ko'rgazgichni o'chirishni after methodda ishiltishni o'rganib chiqamiz. Endi bu yerda men add before method deb yozay. Bu before methodningki ismi setup bo'lsin. Setup deb qurdim. Setup deb qurgandan keyin mani import qilaman. Before methodni import qildim. Endi men before methodga nima yozaman degan vaqtida, meniki setupdagi p'ni o'zgartay. Web driverdan birini quraman. Chunki biz ma'lum bir testni ijro qilish uchun avval web driver qurishimiz kerakdi. Bu web driverni driver degan snapimizdan akirdik. Bu qayerda deganda utilitiesning ichidagi mau driver. Buning ichida getDriver degan methodni ishlatamiz. Shuningga biz shuni mau setupning ichida hal qilamiz. Endi bu yerga men private static web driver qilib mau driverni izolay import qildim. Endi bu driverni men miyada initialize qilib oldim. Endi bu yerda yangidan bir object qurma. Bu objectni qayerdan qurma deganda driver.getDriver degandan akirman. Ya'ni bu bizningki utility package'dan kirdi. Endi bu yerda biz driverni initialize qilib oldik. Burun qanday qildik deganda web driver new Chrome driver qilatdik. Biz driver degan mau klassni qurish orqali bu hamma ishlarni mishada yozib oldik. Shunga mani qilmaylam, bevosita getDriver degan metodimizni chaqirsak bo'ldi. Undan keyin buni qilib bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Torbetni ochamiz. driver.get deganni yozib, torbet adresimiz kirgizamiz. Bu torbet adresimiz mau bo'ldi. Buni kirgizib bo'ldik. Undan keyin biz yana nima qilatdik? Driver manage'dan keyin timeouts implicitly wait'ni qo'shaylik. Implicitly wait 10 sekund, undan time unit dot seconds qilib sekund 10 sekund saqlaydigan qilaylik. Undan keyin qilib bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? degan vaqtida torbetni ochdik, driverni qurdik. Endi bu yerga o'zimizningki testini bu yerga yozamiz. Testini yozib bo'lgandan keyin bu yerga undan nima bo'ldi deganda driverni, ya'ni browserni o'chirishimiz kerak. Tor ko'rgazgichni o'chirishimiz kerak. Buni qaysining ichida qilamiz deganda after method, ya'ni har bir testdan keyin bu bizningki tor ko'rgazgichni o'chirish kerak. Buni public void tear down deb yozay. ismini yozdim. After methodni import qilay. Import qilgandan keyin biz bu yerga driver.close driver degan metodimizni chaqirdik. Bu metodimiz mana bu yerda agar driver null bo'lmasa, ya'ni bir driver
object qurilgan bo'lsa, 2 sekund saqlagandan keyin bu driverni o'chirgin, ya'ni tor ko'rgizgichni o'chirib, driver objectni null qilgan degan gap. Shuning bilan bu ishimiz tugadi. Endi biz mana torbat ochilgandan keyin nima ish qilamiz? Avval buni bir ochib, sinab baqilay. Qaraydigan bo'lsak, torbetimiz ochildi, o'chdi, muvaffaqiyatli oldi bo'ldi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana alert degan mavi testimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi biz nima ish qilatdik? Bu yerdagi mani bassak, mavi alert chiqadi. Bu alert chiqqandan keyin OK'ni bosatdik. Shunga avval click me degandan keyin object web elementini topay, click me'ni topdim. ID'si alert botdan ekan. Shunga avval web elementdan birini quray. Web element btn alert deb yozdim. Driver'da find element by id. Id bilan topimiz, id'si bor ekan. Web elementni import qilay. Bu topgandan keyin nima ish qilamiz? btn alert dot click, chunki biz alertga erishish uchun, ya'ni alertni ko'rish uchun cho'qim click me deganni besishimiz kerak. Endi ma chiqdi. Endi biz miyaga qanday kelamiz degan vaqtida bu yerda bu hozir boshqa bir ko'rinish, ya'ni JavaScript'ninki buyrug'i. Endi buni qanday qilamiz degan vaqtida shu Selenium'da switch to .alert deydigan bir buyruq bor. Ya'ni driver.switch to .alert deydigan, bu qaraydigan bo'lsak bir alert ekan, alert. Endi biz shuningga alınışımız kerak. Xuddi biz ilqi frame yoki iframe'ga va yoki mavi browser'niki tablarni almashtirish uchun, ya'ni shuning chiqish uchun switch to frame yoki window handle degan ishlatgandek ma'noda alertni ishlatamiz. Buningga almashidi. Endi biz buning almashgandan keyin bu yerni alertni bosib qaraydigan bo'lsak, accept deydi. Accept degani OK deganni bildirdi. Dismiss degan cancel. And get text deganimiz bu yerdagi mavi textni biz get text orqali ifodalaymiz. Bu get text shu yerdagi textni oldi. Anandan keyin send keys bo'lsa, send keys degani bu yerdagi mavi prompt deymiz. Miyaga xat yo'llashni biz send keys orqali ifodalaymiz. Şu an biz shu buyruqlarni ishlatish orqali bu yerga o'zimizniki ishini qilamiz. Avval biz bu yerda alert.get text orqali textini olaylik. Bu string qaytardi. Get text degan string qarayganimizda string mana. Biz buni string alert text deb olaylik. Endi alert text deb oldik. Olgandan keyin ondan biz bu yerdagi shu textninki you click deb botdim bu emasmi, shuni tekshirib baqili. Buni qanday qilamiz? Biz buni oldingi darslarimizda assertion deb bir narsani o'rgangandik. Shuni shu orqali qilsak bo'ldi. Ya'ni assert equals deganni yozay, equals actual deydi. Actualga biz alert text deganni yozamiz. Mavi actual'si bo'ldi. Mavi expected'ga biz nima kutib olganligimizni yozamiz. You clicked a button deganni bizga berish kerak. Bu orqali biz mushadagi mavi erishgan natijaning biz kutgan natijami emasmi shuni bilalaymiz. Ondan keyin biz qanday qilamiz? OK deganni besib chiqishimiz kerak. OK deganni qanday bosimiz deganda driver switch to .alert accept degan ma'ni bassak OK besildi. Endi biz mavi besilganligini ko'rish uchun qanday qilamiz deganda avval suratda silib qilish orqali bir 3 sekundda kechiktiraylik. Avval mavi service orqali exception'ni aniqlay. Endi buni mangus baqay. Run as test deganni bosdim.
Qarasak mana chiqdi. Okay. Andan keyin bizningki mana browserimiz o'sdi. Qaraydigan bo'lsak, alert degan o'tdi. Ya'ni muvaffaqiyatli bo'ldi. Ma testimiz muvaffaqiyatli holda o'tdi degan gap. Endi biz ikkinchisiga o'taylik. Ikkinchisi mani bosgandan keyin click me'ni 5 sekunddan keyin ko'znak ochildi. Ko'znak ochilgandan keyin okay deganni bosamiz. Buni hamda qanday qilamiz deganda, avval click me degandan keyin ID'sini olay. Buni bir web element orqali ifodalayman. Avval men bir testim birini quray. Bu yangi bir test bo'lganligi uchun testim birini quray. Public void timer alert deb yozday. Yozgandan keyin biz bu yerga web elementdan birini yozamiz. Web element btn timer deb yozay. Driver.find element by id orqali bu yerga yozdim. Yozgandan keyin buni cho'qim knopkani besishimiz kerak. Basdik. Basgandan keyin bu 5 sekunddan keyin andan bizga bayamqi ko'znak chiqadi ekan. Şu an 5 sekund saqlashimiz kerak. Agar 5 sekund saqlamasak qanday bo'ldi? Buni bir ko'rib baqil avval. Buni biz qanday qilamiz degan vaqtida bayamqi yezib o'tgandek driver.switch to masalan accept deganni biz baqilay. Bassak zada nima bo'ldi? 5 sekund saqlamaylan biz baqsak buni bizga qanday natija berdi? Shuni bir ko'rib baqilay avval. Mana qaraydigan bo'lsak, bizningki testimiz o'tmadi, fail bo'ldi-da. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, no such alert deb bir narsa bor. No alert present exception deydi. Ya'ni bunda alert yo'q deydi. Ammo bizningki alertimiz bu yerda bor. Alertimiz bor, ammo u alertni ololmadi. Nima qilolmadi? 5 sekunddan keyin chiqqanligi uchun ololmadi. Alanmaganlık için no alert present exception degan ma'lum xatolik chiqdi. Ya'ni no such alert. Bunda alert yo'q deydi. Şu an avval biz 5 sekund saqlatishimiz kerak. Saqlatish uchun thread.sleep qilib 5 sekund saqlatamiz. Saqlatgandan keyin andan keyin accept qilsak bu ma'noda. Endi qaytadan ijro qilib baqilay. Click me deganni bosdi. Endi muvaffaqiyatli holda bo'ldi. Hozir bu bizni accept deganni darallam bosdi-da. Shunga biz besilganligini ko'rolmay qoldik. Bu yerda 5 sekund emas, biz 7 sekund qilsak qanday bo'ldi? 5 chunki alert paydo bo'lguncha 5 sekund ketiramiz. Shunga biz yani 2 sekund ochiq saqlasak alertni ko'ra olamiz va bosganni taxmin aniqoldi ko'ra olamiz. Alertni bosdi. 2 sekunddan keyin okayni bosdi. Testimiz o'tdi. Mana bizningki bu ikkinchi testimizmi o'tdi. Demak, biz bir alertni besish uchun agar u alert paydo bo'lmasa, ya'ni u alertni handle qilolmasa, ya'ni ololmay qolsa, az vaqt saqlagandan keyin andan keyin qilsanglar u alertni ola olasizlar. Bo'lmasa no alert present exception degan xatolik berdi bizga. Bu shu Seleniumda eng ko'p ko'rilgan xatoliklardan birisi, ya'ni exceptionlardan birisi. Endi uchinchisida men click me ekan, okay bossak, men you confirm okay degan besildi ekan. Cancel bossak, you selected cancel degan chiqar ekan. Avval biz miyadagi elementni topaylik, confirm button deydi. Testim birini quray. Public void confirm alert deb qo'yay ismini. Bu metodni qurdik, ya'ni testimizni bu yerga yozdik. Yozgandan keyin avval web elementdan birini tepib btn alert deb yozib bu web
elementimizni tapaylı. ID'si confirm button bo'ldi. Andan buni tapim, ya'ni click qilamiz. Click bo'ldik. Click qilgandan keyin bizga alert chiqadi. Bu alertni ko'rish uchun suratda silib qilib bir 2 sekund saqlaylik. 2 sekund saqlab bo'lgandan keyin biz endi nima ish qilamiz? driver.switch.alert qilib mani olamiz. Endi bu alertni aldık. Yani bu yerda biz ma shaklda ham yoza olamdik deganda biz yana bu yerda alert qilib bir alert objectdan birini qurib shu orqali ham qila olamiz. Masalan, alertni import qilay. Import qilib bo'lgandan keyin bu alertga azı switch qildi. Endi alertdan biz nima ish qilamiz deganda get text qilay. Get text qilib qilsak, bu yerdagi mavi textini oldi. Yo'q, do you confirm action deganni. Biz buni get text orqali string qilib string confirm text qilib olay. Qilish orqali bu textini bu yerdan oldim. Ondan keyin bu textni olib bo'lgandan keyin biz assert equals qilib confirm textga mani yozay. Mani yozib actual'si shu bo'ldi. Endi expected'ga bayamqi bizniki ko'chayganni miyaga yozay. Bumi bir test case'niki, ya'ni assertion'niki birsi, ya'ni test qilish usulining birsi. Hamda mushu xat chiqamdi, chiqmamdi, shuni bir test qilishimiz kerak. Andan keyin bu qilib bo'lgandan keyin nima ish qilamiz? Buni bosgandan keyin alert.confirm qilamiz. alert.accept alertni accept qildik. Accept qilgandan keyin miyada ma'nada chiqish kerak. Buni xatni alay, elib buningki web elementini topay. Text access'gan klassi biz miyada confirm result deganni tepib buningki xatini olamiz. String result text qilib alay, elib web elementini topay. Find element by id'si bunu topgandan keyin buningki nimasini olaman? Textini olaman. Get text. Bunun textini olgandan keyin bu text da OK degan xat bormi yo'qmi shuni tekshirsam bo'ldi. Buni assert true qilay. Chunki oldin qadamlarda biz mavu nimni ishlatgandik. Assert equals degan ishlatgan bo'lganda assert true ni ishlatay. Bu true yoki false deganni qaytardi. True yoki false. Ma'noda ikki qimmat beramiz. Birisi actual, birisi mavu nima expected. Ma'noda true false deb bilan beramiz. Endi bu qanday qilamiz deganda result text ning ichida contains nima bormi? OK. Ya'ni bu yerdagi OK degan xat bormi yo'qmi shuni tekshirsak bo'ldi. OK. Buni tekshirib chiqsak bizningki bu bir tal test case'imiz bitgan bo'ldi. Buni ijro qilib boqaylik. Mana bu ijro bo'ldi. Hisobda bu o'tdi degan gap. Hozir 3-chi test case'imiz tugadi. Endi 4-chisida click me'ni bosar ekanmiz, miyaga xat kirgizar ekanmiz. Ondan OK'ni bosar ekanmiz. Bu xatimiz miyaga chiqadi ekan. Buni qilaylik. Avval click me'ninki elementini topaylik. Prompt button ekan. Testni birini yozay. Test public void prompt alert deb methodning ismini, test case'imizning ismini shundan qo'ydim. Ondan bu yerga web elementdan birini yozma. btn prompt deb yozdim. driver.find element by id
bilen mani yazdım. Şimdi yazgandan keyin btn prompt deganni klik qilma. Klik qilgandan keyin menga mavi alert chiqdi. Alertning ichiga miyaga ism kirgizma. Buni qanday kirgizma deganda driver.switch.alert.sendKeys deganni kirgizma. Bu sendKeys miyadagi mavi promptning miyaga xat kirgizadigan ishni qildi. Masalan, Uyg'ur deganni miyaga yozsam, miyaga shu Uyg'ur deganni mishaga yozib berdi. Shunga bu sendKeys deganni yozdim, Uyg'ur deb yozdim. Buni yozib bo'lgandan keyin nima ish qilma? Suratda silib qilib 2 sekund saqlay. 2000 millisekund qildim. Bu 2 sekundga teng. Undan keyin nima ish qilma? driver.switch.alert.accept. Accept deganni bosma. Bosgandan keyin miyaga xat chiqdi. Miyadagi xatninki adresini, ya'ni elementini topma. Bu prompt result gan bunun web elementini topay. Web element prompt result deb yazdım. Driver find element by id bilen topdim. Tepip bununki getX'ini alaman. Yani prompt result.getX. Bir yerden bekardan 2 qor əlaqə xat koddan 2 qor yazılıb ketdi. Şuna biz bu kodumuzni qisqartish uchun bir yani web element emas, string qilib app yani getX qilsaq bo'ldi. getX qilsaq, miyadagi mavi getX deganni yozib ayrim string qilmasaqmi bo'ldi. Prompt result text deb oldim. Ondan bu textni assert bilan tekshiray. Assert equals, yani qaysilar bor ekan? Assert equals assert equals ekan, assert not equals, assert false, assert not equals arxilmish. Assert not null deydi. Assert not same, assert same degan, assert throws deydi. Arxil assertninki buyruqlar bor ekan. Endi bu yerda biz assert true qilaylik. Assert true qilib shu prompt result degan xat contains, nimni contains qilsin. Bayamki biz yozgan Uyg'ur degan xatni contains qilsin. Ya'ni miyadagi xat shu resultning ichida bormi, contain qilamdi, qilmamdi, shuni tekshirsak bo'ldi. Endi buni qaytadan manguz baqay. Ana, yo enter Uyg'ur degan kirdi, testimiz o'tdi. Demak, bizniki bu testimizmi o'ngishli bo'ldi. Normalda miyada mavi testniki ismi sizlarniki shu qilayotgan test case'niki ismi bo'ldi. Ya'ni yozgan test case'larning ismi bo'ldi. Xizmatda shunda qilsizlar. Hozir endi men alertni test qilayotganligim uchun alertning ismini yozdim. Normalda sizlar o'zingizning xizmatdagi shu test case qilayotgan user story'ga yozgan test case'larniki ismini yozsizlar. Buni eskartib qo'yay. Endi hammasini biroq manguz baqay. Run as qilib manguzdim. Bu testda 4 tal test case'imiz mangdi. Torbat ochildi, birinchisini bosdi. Torbat o'chdi, endi ikkinchi test case'imiz mangdi. Shunday qilib 4 tal test cases mangdi. Hozir mana 4-inchisi mangdi. Hozir buningda biz yozgan tartib bo'yicha mangmadi-da. Bu faqat shu test case'ninki ismininki ascending order deymiz. Shuninki shu alfabetdagi elipedagi tiziltish bo'yicha mangdi. Bunimi biz rad tartib bo'yicha qilsak bo'ldi.
qaraydigan bolsak, mana 4 dal test case'imiz icra boptu. Emmisi muvaffaqiyatli holda boptu. Endi biz buningki qaraydigan bolsak, alert birinci, confirm alert, prompt alert, timer alert deb müşümüyapti. Ama bunun red tərtibini qanday qılmamız degəndə bəzi vaxtlar bəzi test case'lər şu red tərtibi bilan mağmusu bolmaydigan holatda bo'lib qoldi. Chunki masalan birinchisi mağandan keyin chiqqan natijasi bilan şu yerdeki natijasini elib, ikkinchisida shuni ishlatilganga to'g'ri keldi. Buni qanday qilamiz deganda, shu test deganninki xosligida priority deb bir xoslik bor. Bu nima deganda muhimligi bo'ldi. Buningga muhimligini 0 dan tortib qo'ysak bo'ldi. Masalan 0 degani shu birinchi bo'lib ijro bo'ldi. Anandan keyin ma'nonga 1 ni yozaman. Ma uchinchisiga 2 ni yozaman. Ondan mau 4-inchisiga 3 ni yozaman. Bunda qilsak, eng avval mau ijro bo'ldi. Ma ijro bo'lgandan keyin ondan ma ijro bo'ldi. Ondan mau eng oxirida mau ijro bo'ldi. Buni ma'nguz baqili. İkinci test case mevzudu. Mana ikincisi açıldı. 5 sekund saqlab bunu icra qilib o'chidi. Ondan üçüncüsü mağdu. Shunday qilib 4 tal test case'imiz icra bo'ldi degan gap. Mana qaraydigan bolsak, 4 tal test case'imiz icra bo'ldi. Bu muvaffaqiyatli holda icra bo'ldi. Endi masalan birasi icra bo'lmay qolsa qanday bo'ldi desak, qanday uni sinab baqili. Masalan, bu yerda okay demay cancel deb yozib baqili. Cancel. Bu qanday bo'ldi? Masalan, bir tal test case'imiz icra bo'lgan jarayonda mag'lub bo'lib ketib qolsa, bizning natijamiz qanday bo'ldi? Shuni bir ko'rib o'taylik. Birinchisi icra bo'ldi. İkincisi bo'latadi. To'rtti icra bo'ldi, 3'i o'tdi, birisi mag'lub bo'ldi deydi. Ma'ni olsak, mana qaraydigan bolsak, mau ikkisi o'tibdi, confirm alert degan o'tmabdi. Ma prompt alert degan bu o'tibdi. Agar sizning testingizda mag'lub bo'lgan test bo'lsa, ma shaklda chiqadi va bu yerda qaraydigan bo'lsak, nima uchun xatolik berganligini topa olamiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana assert exception'da expected true deydi. Ya'ni true ni kutatdi, ammo false tepildi deydi. Ya'ni true natijasi true bo'lish kerakda, ammo false bo'lib qoldi, shun xatolik yuz berdi deydi. Bu console'ni açsak, console'ning ichida buningki miyadimi ko'ra olamiz. Qaraydigan bo'lsak, assert error'da expected true, ya'ni true ni kutatdi, ammo false tepildi deydi. Shuna bu testimiz xatolik yuz berdi deydi. Endi biz buni mushu shaklda qildik. Endi masalan biz bayam mani priority orqali qilgandik. Bunun boshqa usullari bormi deganda, masalan mani priority qilmay o'chirib etib, men depends on message deb bir gruppa nimba message bor. Buni qaraydigan bo'lsak, bu depends on message deydi. Ma'lum bir message ga bog'liqlik deydi. Shu ijro bo'lgandan keyin ondan ijro bo'ldi.
Mau depends on groups deydi. Mesela ma'lum bir grupqa isim bergan bolsa, shu grupqa tava shu grup ijro bo'lib bo'lgandan keyin ijro bo'ladigan gap. Description degan shuniki tushundirishi. Masalan, depends on masses deganni basay. Besib bu yerga equal qilib bu qaysi massetga bog'liqlik shuni yozma. Mau alert. Alert deganni yozsam, bu shu mau massetga bog'liqlik deydi. Ya'ni alert degan ijro bo'lib bo'lgandan keyin undan keyin mau ijro bo'ldi degan gap. Bu yana bir xil shu rad tartibi bo'yicha ijro qilishniki usullaridan birisi. Men meni OK qilib o'zgartay, undan hammasini bir ma'nuz baqay. Birinchisi ijro bo'ldi. İkinchisi ijro bo'ldi. Uchinchisi ijro bo'ldi. To'rtinchisi eng oxirgisiga keldik. To'rtinchisi ijro bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana to'rtinchisi past, ya'ni o'tdi. Muvaffaqiyatli holda o'tdi. Qaraydigan bo'lsak, mana priorities 0 deganni qo'ygandik, alert bo'ldi. Endi ikkinchisiga timer alert ga depends on qilib alert deganninki alert ga depends, ya'ni shuning bog'liqlik shu ijro bo'lib bo'lgandan keyin bo'lsin degan to'q bu ijro bo'ldi-da. Endi mau confirm alert deganga 2 ni yozgan to'q bu shu 3-chi o'chratdi bo'ldi, ya'ni 0 dan boshlanganlik uchun 3-chi qatim ijro bo'ldi. Mau 4-chi qatim ijro bo'ldi. Endi bu yerda masalan alert qilmay boshqa masalan prompt alert deganni bossak, bu ham prompt alert qilsak, bu qanday bo'ldi deganda avval alert mangdi, undan keyin confirm alert mangdi, undan prompt alert mangdi, eng oxirida mau bizningki depends on message deganninki mau mangdi. Buni eng oxir qatim bir qatim ijro qilib baqili. Qaraydigan bo'lsak, mana ikkinchisi endi ijro bo'ldi. Ikkinchisi ijro bo'lib bo'lgandan keyin bizning butun testimiz tugaydi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, mana birinchisi alert. Alert birinchilab ijro bo'libdi. Undan keyin confirm alert deydi. Confirm alert mana mau. Ikkinchi o'ringa mau keldi. Undan uchinchisiga prompt alert degan mau keldi. To'rtinchisiga timer alert degan mau. Bizningki mau mastimiz eng oxirida keldi. Nimishqa deganda bu mastimiz timer alert degan prompt alert deganga bog'liqlikda, ya'ni prompt alert degan o'ssa, muvaffaqiyatli bo'lsa, anandan keyin mau depends on message degandiki mau ijro bo'ldi. Agar qarab baqilib bu yerdagi mau ijro bo'lmay qolsa, mesela mau muvaffaqiyatli bo'lmay qolsa, bizningki mau testimiz mang'amdi, shunga bir qarab baqili. Mesela men Uyg'ur deb manda yozmay, mau shaklda yozib baqib ijro qilib baqay. Agar bizningki ma'lum bir testga bog'liqlik mastimiz fail bo'lib qolsa, uningki keyindan ijro bo'lgan testimiz mang'amdi, shuni bir ko'rib o'taylik. Mana qaraydigan bo'lsak, mana bu to'xtab qoldi. Bu yerda prompt alert degan mana false
expected true deydi. Yani true bo'lish kerakdi, ammo false bo'lib qoldi dedi. Ammo ma timer alertimiz bizningki ma prompt alert deganga bog'liqlik bo'lganligi uchun depends on message deganni prompt alertga bog'liqligimiz uchun, ya'ni mushu prompt alert ijro bo'lib bo'lgandan keyin ijro bo'lganligi uchun bizningki ma messagimiz hozir o'tmadi. Qaraydigan bo'lsak, mana ma bu bu yerda to'xtab qoldi. Ma natijasi qaraydigan bo'lsak, mana 4 tal ijro bo'ldi, ikkisi o'tdi, birisi mag'lub bo'ldi, birisi atlab o'tib ketildi deydi. Chunki bu testimiz, mana bu test muvaffaqiyatli bo'lgan vaqtida andinki ijro bo'ldi. Agar muvaffaqiyatli bo'lmay qolsa, bizningki testimiz ijro bo'lmaydi. Bumi shu Selenium'dagi ya'ni TSNG'da doim uchraydigan masalalardan birisi. Shuna buni yaxshi bilib olinglar. Bugungi darsimiz mishagacha bo'lsin. Keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.